Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun bir quvonchli voqealarni sizlarga men aytmoqchiman. Mana akalarim bilan. Bu akalarimiz Tojikistondan tashrif buyurdilar. Mana navbatdagi kontraktlarimizni qildik. Mana 5000 kvadratga akamiz bilan. Endi xudo xolasa biza eksportga. Aka, bitta o'z fikringizni Zafar aka bildirib qo'ying mijozlarga. Nima deysiz? Shu tojikchalab aytavering. Bu mana از تاجیکستان اومده. این شرکت بهترین شرکت است. محصولاتی که این شرکت دارد برای ما بسیار معقول شد. ما موضوع 5000 kvadrat به شهرنامه هستیم. و یعنی نیاز داریم که bu همکاری زیادتر کرده این تاجیکستان و ازبکستان برای ترقیات یعنی دیگر همکاری کنیم و پیشرفت کنیم. هم تاجیکستان پیشرفت کنیم، هم ازبکستان پیشرفت کنیم. بسیار محصولاتی بسیار محصولاتی ناز ما برای دیگران هم توصیه می‌کنیم که اومده همینجا محصولات دارم بهترین محصولات. همین قدر. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, tojikistonlik do'stlar, bizlarning zavodimizga tashrif buyurgan cheklanmagan miqdorga O'zbekiston va qo'shni davlatlarga biz eksport qilishni ham yo'lga qo'yganmiz. Bemalol bizlarga murojaat qilinglar. Rahmat, sog' bo'lasizlar azizlar.